أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين أما بعد bugünkü dersimiz Nusayba radıyallahu ta'ala anha. Nusayba ikki xil rivoyat qilindi bu ism. Nasiba, Nusayba. Nusayba degan shu to'g'riroq. Hafiz ibn Hajar, İmam Nawawi bular shu Nusayba tasg'ir vazni bilan nunni o'qilgan holatda kagini shu to'g'ri. Ya'ni ojizroq qarashda Nasiba mu deyildi. Mushu katta sahaba ayolninki tarjimasi bilan tanishgan. Sayyidatun min banil Khazraj min ahli Yathrib. Yathrib Madina Munawwaraninki burunqi ismi. Yathrib aholisidan Khazraj jamoatidan bo'lgan bir xinim dedi. ولم يكونوا إذ ذاك سموا أنصارا. O çağlarda taxı bula Ansar deb atalmagan. İslamiyet'e ilgili şu Khazraj Aws deb atıldı. ولا كان الرسول هاجر إليهم. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ularning qishiga hijrat qilib bormagan taxı. ولكن حديثه كان يملأ الجزيرة. Lekin Rasulullah haqidagi gap so'zlar ash Arab yerim oralini qaplab ketdi deydi. Muşunda Mekke'den bir Muhammed deb bireyden çıkıptıymış. O yana dinge çağırdı ekan. Bu başka nesilge çoğunuşni taşlap yekke Allah'a ibadet qilish chaqirdi ekan. O'zi payg'ambar deydi ekan. Qur'on menga nazil qilindi deydi ekan deb bunday parangni taqilgan vaqtlar. Va da'vatuhu tashghalul arab. Uning islom chaqiriqi, tashviqoti arablarni mashg'ul qilyapti dedi shu chog'da. وَقُرْآنَهُ يُبَثُّ بَيْنَهُمْ وَيُتْلَى. Onun Kur'an-ı Kerim'i, yani Resulullah nazil kılındı diyen Kur'an-ı Kerim, ularının otturlarda tarqıtıldı. Yubath degan taraytdı. وَيُتْلَى tilavat kılındı. كَمَا كَانَتِ الْأَشْعَارُ تُنْشَدُ وَتُرْوَى. Xuddi şiirler okulup, rivayet kılınandak, Resulullah'a nazil kılınan Kur'an-ı tilavat kılınıp tarqıtdı dedi Arapların arasında. وكان أهل المدينة أشد عناية بهذه الدعوة. مدينة أهلسه مدينة خلقه مش إسلام دعوتية نهاية بك كونل بلغلادن تريد. Başka Araplık qarağında bunu bekre konul bilgen. Nima şu an? Yahudiler tükenmiş olan peygamberden sizlerin uygunluğunda galip gelmez. Yahudiler aralashib turibdi bu. Aralashib turgan ekan bu urushib qolsa, bunda bir payg'ambar chiqdi, pat yaqinda biz shuni saqlab turyapmiz. Shu kelib qolsa, shuning bayrog'i ostida sizlar urush qilib sizlarni adib olinglar. Birma deydi. Yahudilar. Lekin payg'ambar chiqdiganligidan bunning endi bir xabar bor. Yana bir tarafidan bu Madinaliklar asli Yamanlik bular. Tik Yamanlik. Yamanlikning da shunda bir dili shunda iymonga yaqin bir xil haqiqatligi, buning tabiiyati shunda sifatlangan narsalar. Wa ahfa su'alan anha. Ahfa degan hafawadan kelgan so'z. Va uningdan to'liq so'rab, uningga naqadar qiziqib turibdi deydi. Fahum asharu Qurayshin. Fahmishada chunki ular Quraysh qabilasining qudbajilari va shurakahum fit tijara. Ularning tijoratdagi sheriklari va hafazatu tariqihim ila Sham. Ularning Shamga bo'lgan yo'lini qo'dab turdiganlar. Ve beynehumul yahud. Ularning arasida yahudilar bor. Ahlul kitob. Bular kitob ahli edi. Yani ularga shu ilgari Tavrat nazil qilinib, bu Tavratni nashqib, bu ham to'lg'ab qanday qilayotgan bo'lsa, bu kitob ahli edi. Va rivayatul ma'thur ashunda rivoyatlarni rivoyat qilib turibdi bular. Musa alayhisalomning, asbatlarning, Davud alayhisalomning, Sulaymon alayhisalomning rivoyatlarini turibdi. Ve jami'ul akhbar. Şu ilgirki peygamberler haqidagi xabarlarni to'plab turibdi deydi. Ve jalasat Nusaybatu fi masa'in ila zawjiha. Bir kuni kechda Nusayba yo'ldoshi bilan bolasining qishda o'tdi. Yatahaddathuna fi amri Muhammadin ve anba'i da'vatihi. Yani Muhammed ilib kelgan din ishi haqida paranglashib, uning islom tashviqoti xabarlari haqida so'zlashdi. Va ma hadatha fi Qur'ani. Rasulullahning ilib kelgan shu Qur'oni haqida qanday gaplar bo'ldi, nima ishlar bo'ldi, shu to'g'riliq paranglashib o'tdi. Va talatan shu so'rinda o'tdi biz erildi yoki o'g'ildi, boshqalardan anglagan. Bunda bir Qur'on tushibdimish Muhammadga. Endi kunda xabar olgan bo'yicha mushu oyatlarni tilovat qildi.
Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Ana şu hikmet bilen toşkan kitapның ayetleri doğru deydi. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين أكان للناس عجبا kişilerge galeti tuyulup kaldı mı? Eceblerlik şolap kaldı mı deydi. Nimasa en evhayna ila racul minhum. Ulardan bir kişiye bizim vahiy qilishimiz galeti ko'rinib ketdi mi? Nimda vahiy qildik? En enzirin nas. Xaloyiqni agahlandırgın ve iman etganlarga xush bisharat bergin deydi. Nimda xush bisharat bergansa annalahum qadama sidqin. Ularga Parvardigarning huzurida yuqori martabalar bor ekanligi bilan mu'minlarni iman etganlarni bisharatlagan. Demak, shunda mu'minlarga xush bisharat bergan, ularning martabasi yuqori bo'ldi deb. Shunda deb yana kishilarni ogohlantirgan deb ashulardan birisiga vahiy qilsak, bu g'alati bir ish bo'lib ketdi bu haqga. Hayron qoldigan ishmikan bu demoqchi. Akana mesela g'ayibni nazar mutkallimga bashir deb amal qildi. Yo'q, u bashir degani biz mushunda deb vahiy qilsak, ularga munda tuyulib ketdimi demoqchi. Rasulullohga anzirin nas va bashirlarni amanu deb vahiy qildi. Rasululloh shularning ichidagi bir kishi. Mush Qurayshchilar masalan, shularning ichidan bir kishiga mushunda munda deb vahiy qilsak, bu g'alati tuyulib ketdimi deydi. Bu iltifot degan biraylarga xitob qilib turib bir shaxsga, yana bir 3-chi yo 2-chi yo 1-chi shaxsga qatida burilib xitob qilishga boshlasa iltifot. Mana hozir shu da'vatning gapining ichidagi gap. Biz manda deb vahiy qilsak, shularning ichidan chiqqan biraylarga g'alati tuyulib ketib qoramdi. Hayron qolarli ishmikan bu? Ajabni otamdi bundan. Qadama sidqin degan yuqori martaba, katta daraja degan. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. Kafirlar mana bu iniq uch serga ekan bu deyishdi. Mush oyatni tilovat qildi shu so'rinda. Shu oila azali. Va ayatin ukhra min al-Qur'an. Bundan boshqa oyatlarni tilovat qildi. Vajibat nusaybatu lil kafirina. Endi Nusayba radhiyallohu anha ash kafirlarning bu qilmishidan hayron qoldim. Ay yunkiru ala rajulin minhum uhiya ilayhi an yahdiyahum. Ashularning ishidan biraylan chiqib, uni vahiy qilinsa, ularni hidoyatga boshlasa, buni ayiblashidan hayron qoldi. Mushriklarning ayiblashidan hayron qoldi. Va an yubashshirahum va yunzirahum. Ularga xush bisharat berib, yoki ularni ogohlantirishidan. Va tasaalat bi hada as-sihr al-mubin ayna yakun. Bu ochiq oshkora sehrgarlik nadido Qay sehrgarlikdi bu? Yani mushriklar sehr mubin dedi-ku. Bu sehr mubin nima gapdi bu deb hayron qoldi dedi. Tasaalat degan qayadido demda o'z-o'ziga so'di degan. Va innama hiya da'vatu solihah. Amriyatda Rasululloh olib kelgan chaqiriq nima iborat desa, yaxshi chaqiriqdi bu. Wal haqqul wadih. Iniq ashkara haqdan iboratdi. Wal bayanul jamil, na chiroyliq ifodalab turgan ochiq bayondan iboratdir bu. Qur'on Karimninki shu bayon qilishi al-bayanul jamildir. La shaddi ma zalama ar-rasula qawmuhu. Rasulullohga qavmining zulm qilishi nima degan ig'ar deydi. Yani shadid demakchi, shaddi. Va bi'sa maftarau alayh, uningga chaplagan bo'xton nima degan yomon. Washtaqal qawmu an yaraw Muhammadan. Shundan shu o'ttagan so'rindikida şu aile tavalliklari Muhammad sallallohu alayhi vasallamni kurashga ishtiyoq bo'ldi. Kurashni arzu qildi deydi. Va an yastami'u ila hadithi. Rasulullohning so'zlarini anglashga va yastazidu min Qur'ani. Rasululloh ushkan Qur'ondan texmo jiqroq o'rganishga ishtiyoq bo'ldi. وما جاء ميقات الحج حتى كانت القافلة تسير من يثرب إلى مكة في نحو 500 حاج. Haj vaqt kelishi bilan karvon Yasribdan Makkaga 500 kishilik bir guruhda yurib ketdi. Aktsaruhum rijal, ularning ko'pinchisi erlardan tarkib topgan. Va qalla fihim nisa, ayollar ularni bek az dedi. Va min baynihinna Nusayba.
Aşu ayollarning ichida Nusayba radhiyallohu anha batte. Wa ha qad adraka ar-rakbu Makkah. Ha ana. Ha degani ana. Qaranglar. Aşu karvan hozir Makkaga yetib keldi. Wa tawafa ilayha al-hajij min kulli fajjin. Buningga, ya'ni Makkaga hojilar hamma yo'llardan yetib kelishdi. Min kulli fajjin amiq. Faj degani fijaj deganimiz yo'l dedik-ku. Tawafa degan shu yerga yetib berishdi. O'tgangi darsimiz chiqdi-ku. Yuafiyahu deb chiqdi. واستقرت القبائل في منازلها قبيلة özünün turallarına joylashdi. Va Rasul yas'a alayhim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularning qishiga shapashlab mangib dedi. Yas'a degan qanday mangash? Ildam mangash. Yani bir adam Rasululloh shunning qishiga chapdi. Tiz yugurib mangandak ildam mangab shu dinni yetkazman deb da tirishchilik ko'rsatdi. Yaridu alayhim dinahu. Ularga Rasululloh o'zi elib kelgan dinni, yani islom dinini ko'rsatdi. Men bunda din elib keldim, qabul qilinglar deb. Va yubayyinu risalatahu. O'zining elchiligini bayon qilib berdi. Va yatlu Qur'anahu. Qur'onini tilovat qilib berdi. Bal yaridu nafsahu aydan, balki taqa o'zinimi sunnatlaydi. Qabillaga. Qanday sunnatda? Men o'sha dinni elib kirib yetkazman desam, ma Qurayshliklar to'sqinlik qilib turib oldi, yetkazishga qo'ymadi. Agar sizlar to'sqinlik qilmay meni qo'dab qolaman desanglar, men sizlarning qashingizga ketaman, shu yerda islom dinini taqtay degani shu arada narsa bo'ldi. Ha, Madinaliklar bo'lsin, boshqalari degan. Ya'ni kim o'li ko'pincha xabarlar qabul qilmoqda. Ba'zi shartni qabul qilganlar bor. Qabul qilaylik, sizni qo'ydaylik, islom dinini tashviq qil, keyin podshoh bo'lgan vaqtingda, podshoh bo'lgan undan keyin sendan keyin podshohlik bizga qolsin. Ha, endi deganlar bor. Lekin Rasulullohning bizning ishimiz podshohlik, sen nima qo'yda, men nima qo'yda. Bu din ishi. Alloh taolo o'zi kimga o'rlashtirdi? Dinni yetkazishim uchun meni qo'g'dab, nima qilishga. Va duo qilsanglar, men sizlarning qashingizga berib, sizlarning arangizda yashayman, dinni sizlarning arangizda taqtiman degan. Bunda bir-birlab ashunda nima qiladi? Chunki Makkada mushriklar qattiq to'sqinlik qilgan, aziyat etkizgan, musulmonlik qilgan, bo'zaq qilgan. Balki mana Rasululloh o'zinimi sunnatda deydi. Laqad daqa bihil muqamu fi Makkah wa naba. Nima uchun degan chaqda u Makkada turishdan baks qilib ketdi. Wa naba degan yirganda degan. Ko'ngil tatmaydigan bo'lib ketdi. Wa adahu ahluhu fi nafsihi wa fi man amana ma'ahu. Bu Mekke ahalisi Resulullah'ın üzgümü ve Resulullah bilan iman etkan müminlerge eziyet etkizdi. Ve balagu fil izai ve tenkil. Bunları azap edişte ve azaplaşta çeki yetti bunlar. Tenkil diyenler zımdı azaplaş. Nekalen minallah. Nekalel ahireti vel ula. Hatta aada beynehum kel esiri ev enket. Ahire Rasulullah ve müminler aşına qiynaverib, zikirtiverib, qanday bo'lib qoldi? Xuddi Rasulullah ularning qo'lidagi bir esirga tushgan kishidek, esirga o'xshash. Yoki undan bakra xafaligi bor kishi, ya'ni dadi bor kishidek bo'lib ketdi. Ankat degan nakaddan chiqdi. Nakad degan jafo. Nakad degan xafalik. Va ma yabg'ar rasul? Bu payg'ambar nima qilmoqchi? إنه يريد من العرب قوما يسعونه حتى يؤدي رسالته. Bu Araplardan onu sığdırdıgan peygamberlik vazifesini ada qilib bo'lguncha uni arasida sığdırdıgan bir qavmni xohlaydi. Yasaunahu degan arasida sığdırdıgan. Vasi' deymiz-ku. Kang ulab uni azatchilik berdigan demakchi. Wa yahmunahu hatta yubayyana hujjatahu. O'zining dalil faktlarini bayon qilib peygamberlikini ada qilganga qadar uni himoya qiladigan, qo'g'daydigan bir haqni xohlaydi dedi. Thumma yad'una man amana al-imani. Andan iman etganlarni o'zining iymoniga tashlab qo'ydigan, karomay. Va man kafara li-kufrihi, kafirlarni o'zining kufriga tashlab qo'ydigan, uni aralashib olmaydigan, to'sqinlik qilmaydigan bir qavmni xohlaydi. Va ma min qabilatin radiyat hada. Bu şartga razı olan bir kabile yok dedi.
Avun sharahat lahu sadran. Yoki uning ko'ngli xotirjam bo'lgan. Kallasidan o'tgan bunda bir qabilim yo'q. Faqatlan illa jamoatun min ahli Yasrib. Faqatlan shu Madina aholisidan bo'lgan bir turkum kishilar bunun kallasidan o'tab ma'qul dedi, qabul qildi. Va'adahumur rasul. Rasululloh ular bilan va'dalashdi. Falon chaqda ko'rishimiz bo'lsa, maxfiy uchrashimiz deb va'dalashdi. İzen hadaru min minan an yuwafuhu fi şa'bil aymani bi asfalil aqabati. In hadaru degan tuangi tushdigan. Minadan shunda tuangi tushgan chaqda ular aqaba degan davanning sal ast tarafidagi astidan kelsak o'ng tarafdagi sha'b degan jilg'i degan bo'ldi, chig'ir yo'l degan bo'ldi. Davanın aslında şu yolda, ya çığır yolda desek mi oldu? Şu yerde uçuruşka va'dalashdi deydi. Al-Aqaba'da Kur'an-ı Kerim'in babı. Fakku Raqaba. Al-Aqaba şunu Cemarat-ul Aqaba deyimiz hazır. Şu şeytan, üç şeytan var mı? Cemarat. Şunun birisini Cemarat-ul Aqaba deyimiz. Şu minadiki, şu igizlikteki, davandaki şeytanını Cemarat-ul Aqaba deyimiz. Ve emarahum en la yunabbihu naima. Ulardan sahar vaqti yerim kecha ko'rsam bo'lgancha, ulardan biroz uxlab qolgan bo'lsa, uni uyg'otaman deb yurmaslik. Va la yantaziru g'oiba. Biroz bir yerga chiqib qolgan bo'lsa, uning kelishiga saqlab yurmaslik. Va ay yastafu min Quraysh. Va Qurayshdan maxfiy tutish bu ishdan. Va yahdaru uyunahum va arsadahum. Qurayshning ko'z quloqlari, jasuslari, kuzatchilaridan agah olashqa diqqat qilishni topildi ularga buyurdi deydi. Tushunish bo'ldimi? Arsa degan shunda kuzatganlar. Rasada degan kuzatdi deymiz-ku. Shoma hayatul arsadil javiyya masalan. Marsad. Inna robbaka labil mirsad. Shu kuz to'g'ri degan. Bu muraqiblar nima? Muraqib degan bo'ldi. وما وافى الموعد حتى كان بين يدي الرسول 70 منهم. رسول الله شو va'dalashgan joyga bag'nida Rasulullahning oldida Madina aholisidan 70 kishi tug'an edi. Baynahum Nusaybatu va sayyidatun ukhra. Ularning ichida Nusayba bilan yana bir ayol bor edi. Ahadahum va ahaduhu ay yas'uhu baynahum. Ular bilan Rasulullah ahdilashdi. Ularning Rasulullahga ahdi badi. Nimaga gelsa an yas'uhu baynahum. Ularning orasiga Rasulullohni sig'dirishga. Va yahmuhu himayatahum li ahadihim hatta yubayyana hujjatahu va yuballigha risalatahu. O'zining payg'ambarlik vazifasini yetkazib, dalil faktlarini bayon qilib, Allohning dinini yetkazgunga qadar shu Madinalikdan bir kishini qo'g'daganga o'xshash Rasulullohni qo'g'daydaganga. Hatta o'zining balchaqlari, xotin balchaqlari, farzandlari, yutuqqanlarini qanday qo'g'daygan bo'lsa, Rasulullohni shunda qo'g'daymiz deb ahdlashdi. Wa rahu bi ahdihim yastaffuna min Quraysh va min an-nas. Shundan ular mushu qilishgan ahdisi bilan ishini maxfiy tutdi. Qurayshdan maxfiy tutdi, boshqa hajga kelgan tutun haloyiqdan maxfiy tutdi. Rahu degani shu tafiqu afal shuru unda qilishga boshladi. Akhadu deganmanda. Va akhadu bi ahdim yastafun. Akhadu yastafun degandir. Wa adat Nusaybatu ila baladiha sa'idatan bi imaniha. Shundan bunda ahdlashgandan keyin Nusayba radhiyallohu anha o'zining iymoni bilan baxt saodatda, xushal bo'lgan holatda yurtiga qaytdi. Fakhuratan bi ahdiha. O'zining bergan ahdi, Rasululloh bilan qilgan ahdi bilan faxrlangan holatda. Wa qaddarat ma yukallifuha hadha al-ahd min al-jihad. Endi mush ahdi bergandan keyin bu ahdi berib qo'yiblan, hammadan o'zidan ishni qilish yo'q. Ahdining taqozosi fidokorlik, chiqarish, tirishchilik ko'rsatish kerak. Ular mush ahdin bergandan keyin men qanchalik jihad qilishim kerak, qanchalik badal to'lashim kerak, buni obdan mo'lcharildi. Va a'addat lidalika waladayha Habiban va Abdullah. Habib bo'lish mumkin. Bayba mustun Habib.
Habiban va Abdullah. İki oğlu Habib bilan Abdullah ikki o'g'lini shu ish uchun tayyorladi. Yani ahd verish nima? Ahd vergandan keyin bundan keyin unda Rasulullohni qo'g'dash uchun nurg'un badal to'lash kerak bo'ladi, jihad qilish to'g'ri keladi. Undan keyin adam lozim. Undan keyin ikki o'g'limni shuni tayyorlaydi deb tayyorlik kirishdi deydi. Vadara zaman yıllar, kunlar o'tdi demdi-da. Zamanlar o'tdi ve hacera Rasulü min Mekke. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Mekke'den Medine'ye qarab hicret qildi. Ve talaqqahul ansar bin neşid ve terhib. Ansarlar Rasulullah'ni qo'shiqlar bilan qarshilik kutib oldi. Tala'al badru alayna min saniyatil vada'. ثم نشبت الحرب بين الرسول وبين المشركين من قريش في أحد. Keyin Rasululloh bilan Qurayshdan bo'lgan mushriklar o'tirda Uhud tog'ining qishida jang bo'ldi. Urush qo'zg'aldi. Nashabat degan qo'zg'aldi. Va shahidathu Nusaybatu. Nusaybah shu jangga qatnashdi. Fi yaminha as-siqa'u wad-dimad. Qo'lida, yamin degan o'sha qo'lida, o'ng qo'l desak bo'ldi. Kendi o'ng qo'lni ko'tarish shart emas. O'ng qo'lni so'l qo'lni ko'tarish kerak, lekin qo'li demoqchi. Ama tilka bi yaminika ya Musa. Qo'lida tulum bilan tiniqqa ishlatilgan daka xasam aslan. Ya paxta binasi. Dima degan tiniqqa ishlatilgan dakidek naslini deymiz. Yani bu hozir suv yetkazib berish, yardalarni tinish, davolash, doktorlik qilish atribidagi. Bu ayollar jang qatnashgan ekan. Ha, jang qatnashgan, urushgan o'sha jihad qilgan. Shu Uhudda Hazreti Ömer'de sahabul qaçgan chaqda Rasulullah'ın oldiga qo'ygan. Ayollar. Vasta'arratul harb. Shundan urush kuchib ketdi deb. O'ziga chiqdi. Vantasaral muslimun. Musulmonlar g'alaba qozondi. Bu boshda dastlabki vaqtda bo'lg'ashqa, dastlabki musulmonlar g'alaba qozonishga boshlagan. Summa nalathum hazima. Undan keyin musulmonlarga mag'lubiyat yetib qoldi. Famarta'at Nusaybatu illa li jumu'il mushrikina taqsudu ila Rasul. Nusayba faqat bilan bashnasidan qo'rqmadi. Irtaat degan shada cho'chib ketmadi dedi. Nusayba faqat bilan mushriklarning to'plashgan guruhlarining Rasululloh tarafga qarab ketayotganligidan ham cho'chib ketdi dedi. Turidu an tuhita bi. Ashu jumu'ul mushrikin azr muannasan, ha? Jumu' mushriklarning ashu guruhlari Rasulullohning atrofini qurishmoqchi edi. Va takadu an tablughahu. Rasulullohni nishonlab, arishqa edib qurshab o'tmoqchi bo'lib, ketayotganligini ko'rib cho'chib ketdi. Mushriklar Rasulullohga yetay deb qolganda, tas qolganda. Wal muslimuna munhazimuna anhu. Musulmonlar bo'lsa Rasulullohni tashlab qo'yib, qochib ketmoqda edi. Hazrat Umarda sahobalar qochib ketgan. Yani Sa'd ibn Abi Waqqas oldi turib o'qitma fadak abi ummi deb Rasululloh o'qni sunib berdi. Irmi fadak abi ummi deb. Fa'alqat as-siqa'a wad-dimad. Shundan kafirlarninki Rasulullohga qarab ketayotganligini ko'riblam, musulmonlar qochayotgan holatda bo'lgan ekan, cho'chib ketib, qo'lidagi suv, tulum yoki taniq doktorlik ashyolarni tashlayotgancha va akhadhat sayf shamsharni ilib va jaladatul qawma al-qawm sharika shu Rasulullohga qarab kelayotgan mushriklar jangchilar. Shular bilan ilishdi. Jaladat degan ilishdi. Hatta jurihat va kharat. Oxiri ilishib yardavlab oldin ketdi. Kharat degan oldin ketdi. Khara. Damadi Yarini tanıdığan narsalar. Yarda masalan daki bilan, yoki paxta bilan tanizgan tunanas. Wartamat alal ardi masru'atan. Yagi yiqilgancha yotdi. Yagi tashlandi degan gap. Mushriklar ilishgandan keyin, qilish nejli tiqilgandan keyin undan yarinib yiqildi. Ertamati yiqildi. Ertamat deganda o'zini yagi tashladi. Zimin ustiga yiqildi deymiz uni. Masalan, rama degan otdi degan bo'ldi. Ertamat degan o'zini yagi otdi, tashladi degan. Endi o'zini yagi tashladi shu mavzusining vositadan qansirab yiqildi. Va sabata rasul. Ko'rdingmi? Rasululloh mana sabat bilan turdi.
Aqı chigindiga tantirib qildi shu. Rasululloh Hunayn g'azotini qanday qilgan? Boshqa chiginayotgan chog'da boshqalama qechvasi Rasululloh dushman tarafga chaptugan bo'lsa. Va tabata Rasululloh mustahkam sabablik bilan turdi. Va huzima anhu mushrikun. Oxirandan mushriklar Rasulullohning oldidan mag'lubiyatga uchrab yengildi. Vanjala minal ghamrati manjala. Ghamra degan shiddat dahshat deymiz. Asli ghamra degan qaplab ketgan narsa. Chunki shiddat ma shu nimada dahshat odamni va shu maydonni qaplab ketadi emasmi? Ghamaratul maut deymiz shuni. Ghamaratul maut. Ha, shiddatli ahvollar. Shu shiddatli dahshatlardan ichilg'ini ichildi dedi. Biroz endi sal yengildi. Va g'ashiyahum min al-yamin ma g'ashiyahum dedi. Va tasalu bi Nusayba. Shundan sal azatchilar dushman masta qechib sal azatchilik bo'lgan chaqda u Nusayba qanada izdigil turdi bular. Bir-birini so'rashdi. Fayda hiya mulqatun yafuru damuha min jurhin gha'irin bi katifayha. Bizda shunda qarasa u Nusayba yariyatqudak ikki mo'ristiki cho'nqur yaridan qani bulduqishib chiqyaptidak. Yafur degan etilchi g'afaratdan nur. Yariyatqudak mo'ristiki xili ig'ir g'a'ir degan cho'nqur. Biz g'a'irni g'ar masalan g'avr bo'lni cho'nqirlab chirkatgan edik. Shuni tag'diki unda bir kamonini cho'nqir chirkatgan bo'lsa g'ar deymiz. Sabrul g'avr degan cho'nqirligini o'lchash dedik. G'ar deganmi nayati ichkiri kirgan yara degan bo'ldi. Balki qilishga najzat qilgan bo'lishi mumkin. Dammadu al-jurha yarini tangdilar. Wa saqawha al-ma unga suv ichkizdi. Fama tanabbahat hatta sa'alat u o'shig'iklar kelmaylar so'di dedi. Va inna Rasululloh qanada shu shunday qilib Rasululloh qanada deb so'rabdi. Va ma sanal mushrikuna ma'hu mushriklar qanday qildi Rasulullohni deb so'rabdi. Unda mujohidlar unda javob berdi. Innahu lanajin. Rasululloh qilib qoldi saq. Va innahu minki laqarib. Bu sizga yaqin bo'lmana. Va jurhuki al-ghair. Sizning ichkiri izdilanga yarangiz va damuki sa'ili va quvvatikil muhina. Sizning ig'ir yarangiz va iqvatgan qiningiz, ojdab ketgan quvvatingiz va valadakin nashian o'sib ketayotgan ikki o'g'lingiz va ba'luki shayx sizning oqsoqol yo'ldoshingiz kullu ulayka minki duna Muhammad. Ashularning hammasi sizga Muhammaddan bakrak yaqinmi deb so'rasizlar. Yani sizning ahvolingizni qattiq yaralangan holatda qanday iqvatida o ishki bolangizni, ishki o'g'lingizni, eringizni so'matsiz hozir. Rasulullohni so'rasiz. Rasululloh sizga nisbatan shu yarangizdan, shu ig'ir ahvolingizdan, bolchaqli eringizdan, mushuldan bakrak muhimmi, bakrak yaqinmi? Ularni hayron qilib so'rasiz. Unda da so'ranki ajal duna Muhammad. Ajal deb bir to'xtatib shunda Duna Muhammad degan Muhammaddanmi? To'an o'rinda turamdi deylar Duna degan. Ya'ni sizning ig'ir yarangiz, iqvatgan qonlaringiz, ikki yetilayotgan yosh o'smir ikki o'g'lingiz va yashinib qolgan yo'ldoshingiz sizga nisbatan Muhammaddanmi ahamiyat bildirishda Muhammaddanmi to'an o'rinda turamdi debdi ajal Duna Muhammad. Shunda Muhammaddanmi to'an o'rinda turdi. Ve duna risalet Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ninki peygamberliki elçilikinden mutuan urun turdu. Laha kharajna biz şu iş için çıktık. Ve min ecliha qatalna ve şunun için uruştuk. Ve laha nahya şunun için yaşayımız. Ve fi sebiliha namut aş yolda ölmez deb cevap verdik. Ve baraat Nusayba keyin de davanlanıp bir müddetinki Nusayba saqaydı. Ve nasiyatul fakhra illa bihadal yawm. Başka turli o'zining qilgan etganlaridan faxrlanishni unutib qoldi. Faqatlam mushkundagi ishlari bilan faxrlanadi dedi. Albatta faxrlanishga arziydigan kunim. Va bil asaril baqi min zalikal jurh. Ashi yaridan qatqagan qatuq yoki iz bilan faxrlanishni unutib qolmadi. Rawabnu Hisham an Sa'd qalat. Ibn Hisham as-Sirat Ibn Hisham yozgan mashhur tarixshunos.
Resulullah'ın tercümanını yazgan tarihçi. Şu an Sirat İbn Şam da meşhur. En şeyindeki siyer kitaplarının. Ümmü Sa'd'dan buna rivayet kıldı dedi. Kalet, "Dakhaltu ala Nusaybata Ummi İmarata fakultu laha." Muşu Nusaybe'nin künyeti Ummi İmara. İmara'da perzenti bulmuşu mu? Aslında çıraylık künye kıpıda işlibattı. Belki bu taktoy kılmazsa koyulan künye buluşu mümkün. Çünkü bunun iki oğlu vardı o. Habib ve Abdullah. Yani Ummu Abdullah ya Ummu Habib desi buldu. Lekin bu burunqi künyesi buluşu mümkün. Yoki aşında İzzet Hurmatlar çıraylık atab koyup koygan künye buluşu mümkün. Mesela Hamzini Abu Umara dedik o. Fakultu laha. Nusaybe Ummu Umar'dan kaçıp kirib, ben dedim, ya xala, ya hammacha, akhbirini, bana aytib pasla. Yani aş vaqalikni sizga pasla demoqchi. Faqalat kharaytu yawma Uhud. Nusaybe radhiyallohu anha sizga turibdi. Men Uhud kuni chiqdim. Wa ma'i siqa'un fihi ma. Mening qo'limda suv qachilangan bir tulum bor edi. Fantahayna ila Rasulillah va huwa fi ashabi. Biz berib Rasulullohning ashablari bilan turayotgan joyga yetib keldik. Va davlatu va rihu lil muslimin. Davlat degan o'shada g'albin o'ti. G'albin o'ti va kuch-quvvat, rih degan nima? Va tazhaba rihukum, quvvatukum, hayvat, quvvat degan. Şu qatımda g'alibiyat, g'aliba nöbeti ve kuch-quvvat musulmonlarning qo'lida dedi. Falamman hazamal muslimuna inhaltu ila Rasulullah. Şu musulmonlar shunda yengilishga boshlashilar, yengilgan chaqda men Rasulullah tarafqilam o'tdim dedi. Yani asli boshqa o'rinlarda xizmat qilayotgan bo'lsa, doktorlik qilayotib, suv yetkazib berib kelgan bo'lsa, unda musulmonlar yengilishga boshlagandan keyin men Rasulullah tarafqilam yugurdim dedi. Inhaltu agacha şu tarafga bordim. Harekete adamın inhiyaz deymiz. Yani Resulullah'ın qo'llash uchun Resulullah'ın qishga bordim. Fakuntu ubashirul qitala wa adubbu anhu bis-sayf. Resulullah'ın qishga borib, men o'zim bevosita urushdim. Ubashirul qital. O'z qo'lim bilan urushdim. Ayollar odat urushmaydi emasmi? Lekin shu chaqda Resulullah'ın qo'llash uchun qilishdim bizni ilab urushgan. Wa adubbu anhu bis-sayf. Shamshar bilan Resulullah'ni qo'llaydim. Wa armi anil qaws. O'qiyalamni atdim. Hatta khalasatul jirahu ilay. Ahire bana yara itiladi demek için. Ha, khalasat diyen yara bana itiladi. Yani ben yaralandım demek. Ve arat ala atiqiha. Atiq diyen boynu değil mi? Yani mürüseden boynu ayrıldı. Mürüse değil. Mürüsünün üstünde bir yarını göğsü koydu. Jurhan ajwafa lahu gawrun. İçi kavak, cho'nqur kavak kirib ketgan va kamada bo'lib qolgan bir yerni ko'rsatdi. Saqaygandan keyin da cho'nqur kamada bo'lib qoldi. Chunki neyz qilgan bo'lishi mumkin, qilich qilgan bo'lishi mumkin. Zubayr ibn al-Awwam radhiyallohu anhuning bo'ynining ostida ikki kamavatga balasi quchqichqi qo'lni tiqib o'ynaydi. Birisi Badrdimo nabijada bo'lganida, yana birisi Yarmuk g'azotida bo'lgan. Ajwaf diyen şikavak. Sarfta feal ajwaf desama otturdikse harfi illet kâgine ajwaf deyimiz. Lahu gavurun diyen şidina çunkurluk var diyen. Fakat ahsanatı seyyidetu Nusaybatu terbiyete veledeyha. Nusaybe hanım radiyallahu anha iki oğlunu terbiyeleşine yaxşı terbiyeledi. İki oğlu kimde? Habibun ve Abdullah. Ve mala'at qalbayhima imana. Bu ikkilerinin dilini iman bilan to'ldirdi. Va sadrahuma shaja'atan. Ularning mayda ko'ksilarini shajoat bilan to'ldirdi. Va sawa'idahuma quwwatan. Bilaklarni kuch bilan to'shqizdi. Va arafa Rasululloh sollallohu alayhi vasallam fadlahuma va qadrahuma. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu ikkilerinin faziletini va qadr qimmatini tunib va ahdarahumal mashahid. Baliq janglarga bu ikkilerini qatnashtirdi. Ve ja'alahuma min sufaraihi ve rusulihi ila man sha'a min rijalil arabi ve ru'usil qabail. Ve aş ikkilerini Araplarning cho'ng adamlari, qabila boshliqlari deganda xalqan kishilarga evatadigan elchilar qatoridan qildi. Ba'zi elchilikka evatib turgan ash ikkilerini. Ersala Abdullah ilal Yemen ma Muaz. Muaz radhiyallohu anhu bilan Abdullah radhiyallohu anhu billah Yemenga evatgandi. Ve ersala Habiban ila Musaylimat al-Kazzab deydi. Habibni Musaylimat al-Kazzabga elchi qilib evatdi.
Al-Jabbar al-Battash, zo'migar deymiz, Battash, qattiq qo'l, zo'migar, mustabita shu Musaylamatul Kazzobning qishg'i elchiligi batdi. Al-Mutanabbi kizban fi qawmihi Bani Hanifa. Bani Hanifa qabilasi bo'lgan ash qavmida yolg'ondan payg'ambar bo'lib olgan ash kazzobga avatdi. Al-Mutanabbi degan payg'ambarlik da'vosi qilgan, payg'ambar bo'lib oluvchi, payg'ambarlik da'vosi qilgan shu. Ve kanu min aktharil arabi adada. Bu Bani Hanifa Araplarning qanjat edimijik nüfusluk qabilati. Ve awfarihim tarwatan ve aqwahum ba'sa. Ularning boylik jihatdan tinib ketgan, boyligi jiq qolgan va kuchimini yuqori ekan bunlar. أتدري ما صنع الكذاب بحبيب؟ مسلمة الكذاب حبيبنا قندق قلد بلمسا لا يملك القلم أن يقصه عليك. قلم بونن واقعلكنا سانسورلab berishdan ojiz keladi. Bu qalamning qo'lida emas so'zlab berish. ولا يستطيع إلا بأشق الجهد أن يرويه لك. Sana faqatlanma qishnalgan holatda so'zlab beradi buni. ففي الجزء الأول من أسد الغابة في ترجمة حبيب مثلا أساق yoki chunki deydi, chunki Usdul G'aba degan kitobning birinchi jildida, birinchi qismida Usdul G'aba degan kitob Ibn al-Asirninki, Ibn al-Asir al-Jazrininki sahabalar tarjimalini bayon qilib yozgan kitob. Usdul G'aba fi ma'rifati as-sahaba. Kitobning ismi nima? Deb bilganlarmi? Usdul G'aba. Asadul G'aba da qo'monlashmi ana? Usdul G'aba. O'rmonning shir arslanlari. Ya'ni sahabe kiramlarni tunishtirishda o'rmonning shir arslanlari. Bütün sahabe kiramlarning tarjimalarni yozgan kitob. 630-yilda vafot bo'lgan Ibn al-Asir. Shu Usdul G'aba degan kitobningki birinchi qismida Habib radhiyallohu anhuning tarjimalida bunda kelgan. Anna Rasululloh sollallohu alayhi vasallam arsalahu ila Musaylamata al-Kazzabi al-Hanafi. Uni Rasululloh Bani Hanifadan bo'lgan Musaylamatul Kazzab avatgan. Al-Hanafi degan Bani Hanifaga mansub, Hanafi mazhabga mansub emas, mana. Hanafi dastabon. Hanafi mazhab bilan buni hech qanday munosabati yo'q. Auzubillah. Sahib al-Yamama. Al-Yamama padişah deyiladi buni. Shu joydagi qabilninki Bani Hanifa qabilasininki asaqli. فكان مسيلمة إذا قال له تشهد أن محمدا رسول شو مسيلمة أشو رسول الله كان ألشة حبيب رضي الله عنه دن من السورة كان محمد نعم پیغمبر كذي قال قرآن ساس قال نعم فإذا قال تشهد أني رسول الله من پیغمبر قال قرآن ساس قال لا أسمع الله ما تبتر كان فيقطع منه عدوا شو لهم بر أعزاسنا كسر كان ينا سورة كان ينا أشناس يان بر أعزاسنا كسر كان ففعل ذلك مرارا قايت نرزين كسب نقطة وقطعه مسيلمة عدوا مسيلمة بردين ده كسر ثم قبض المصطفى صلى الله عليه وسلم كين عندن برمدة أذكرنك رسول الله صلى الله عليه وسلم وفات oldu وزلزل المسلمون لموته مسلم الله onun vefatı için tevrinip gitti zilzile gitti وارتدت من العرب أحياء وجموع Araplardan nurgun aymaklar ve toplumlar İslam'dan yenip gitti. Ve kana Musaylematu aşaddal husumi ladadan ve aqwahum kayda. Musaylematul Kazzab şu Müslümanlar bilan husumat qilishganlarning ichida eng husumati yamanlarning birisi, yamanlarning birisi. Ladad degan husumat, adovat, dushmanligi eng yamanidan ideyaledi. Yani ilmi kirjatim eng kuchli etdi. Ve ekterhum malın ve adıdan, mal mülk cihatın, iqtisad cihatın bolsun, jangchi sani cihatın, leşker sani cihatın en yaman etti. Ta'assara bi qavmihi Bani Hanifa. O özünün kavmi olan Bani Hanifa kavminin ta'sirlendi. Ve atasama bi husunihi fil Yamama. Yamama'daki qurg'onlari bilan qovdinib turib oldi. Ve samada ilayhi Khalid ibn al-Walid radhiyallohu anhu bi jayshin fi Sayyida Nusayba ve waladuha Abdullah. Khalid ibn al-Walid bununla taqabultu dedi. Khalid ibn al-Walid qaysi qo'shin bilan taqabultu desa, ichida Nusayba radhiyallohu anhu bilan uning o'g'li Abdullah radhiyallohu anhu bo'lgan bir qo'shin bilan Musaylamaga taqabultu dedi Khalid ibn al-Walid. Wasta'sa amru Musaylama. Musaylamaning ishi bir taraf bo'lmadi dedi. Wasta'sa degan unda hal qilinmadi.
Şarkı yığılıp olmay kaldı. Program türemeli. İstasa diyen müşahede Müslümanın işini bir taraf kullanmadı. Ve kâde yuhzemul muslimun. Müslümanlar yığılıp ketkir kas kaldı. Thumma tecemma neferun minel mustabsilina ramav bi anfusihim museylemete. Andiken da ahal qarasa Müslümanın hal sal boş. Andiken da bir qancha fidoilar o'tirib chiqib biz Rasululloh bilan billah bir sep turib mushrik bilan urushgan vaqtimizda manda urushmaydi. Qo'yolmasin ashuni deb dushman tarafga o'zini otdi bular. Nechta aslan putini bog'lab qo'yib urushdi-ku. Sizni bog'lab qo'yib urushdi. Ag'i chigilmaymiz. O'zini bular Musaylamaga otdi. La yubaluna illa an yablughu ilay. Ular faqat lama shu Musaylamaning qishg'ilam basaqdiblam shulam kallisi bor. Undan boshqa narsa parvo qilmaydi dedi. Wa yanalu nafsuhu. Ash Musaylamaning o'zini o'ttirmaydi deb shuyaglam tegish qildi. Wa fi hadha an-nafar Nusaybatu wa waladuha Abdullah. Mush fidoilarning ichida Nusayba bilan Abdullah ikkalan bor dedi. Amma Nusaybatu fajaladat bis-sayfi hatta butira zira'uha. Nusayba radhiyallohu anhu bo'lsa, qilich bilan elishib, qilichni tutguncha elishib, oxiri uning biligi kesib ketdi. Va amma Abdullah fasamat. Abdullah bo'lsa, qanaqda? Ching turdi, taqobil turib, ching turib va alahha fil hujum. Aqaqidan izchil hujum qilib Musaylamaga mustaqtil degan o'ltirishni talab qilib, o'limishada o'lsam kim deb etilg'inicha hujum qilyapti. Mustabsila qahramonlik bilan, botirlik bilan. Hatta adraka oxiri uning qishig'i bara oldi dedi. Va ardahu bi sayfi, o'z shamshiri bilan o'ttirdi. Mata Musaylamatu famatatil fitnatu bi mawtihi. Musaylama o'libdi, nafasatma uning o'lim bilan birga o'ldi. وتم أمر بني حنيفة مع ابن الوليد صلحا آخره بني حنيفة قبيلة إشي مسلسة خالد بن الوليد لن سلسلة بلغ تقري وعادت نسيبة إلى بلدها بساعد نسيبة رضي الله عنها أزنن ديارها يعني مدينة منورة bir bilek bilen qaytdı وولد واحد bir bilek bilen bir oğlu bilen qaytdı iki bilek bilen iki oğlu bilen bağıngo yani oğlunu Müslüman turattı demiş. وهي بما مضى أسعد منها بما بقي. O qağından bakrak qo'ldan ketganga xo'sh dedi. Shu o'g'linki şey bo'lib ketganga, shunda martib girishib, bir qo'lningmi shu jangda kesib ketganiga xo'shdi. Qaqagan qo'lidan qaqagan o'g'liga bakrak xo'sh emas, qo'ldan ketganga bakrak xushalti dedim. Kullun ila sana hamma narsa fanilikqa qarab mangdi. Maxluqlarning hammasi fanilikqa qarab mangan. وإنما الفوز والمجد أن يكون في سبيل الحق ذهاب ما ذهب منك. لكن utuq yoki ulug'liq degan senden ketgan narsalar qulangdan haq yo'lda ketishi ash utuqdir dedi. Zahab ma zahaba minka degan sen qulangdan ketgan narsa qancha ketishidan qat'iy nazar haq yo'lda ketgan bo'lsa shu utuq dedi. Wa nasiyat tarix Nusaybata. Tarix Nusayba radhiyallohu anhani asosda unutib qoldi. وأغمض العين عن بقية أيامها. Onun başka fidakarlık gösterken küllerden göz yumdu. Mesela hazır Uhud gazetine Yemen urushini tilga oldi va o'sha siyr kitobları. Demak, onun başka yani nurg'un jang va shunda maydonlarda ko'rsatgan xizmatlar jiqdi. Nega asosda unutib tarix Nusaybani unutib, mush Uhudda menda fidakarlık gösterken Yamamada onda fidokorlik ko'rsatgan, unda jihad qilgan deb shundan qilg'ili boshqa unutib qoldi demakchi. Boshqa ko'z yumdi deydi. Wa danna an yuhaddithana bima nuhibbu min khitam jihadiha wa mawatin mathwaha. Bizga biz asho mujohid xinimninki Nusayba radhiyallohu anhaninki jihadining oxirinimi, oxirgi tuganji qismlarinimi va oxirgi qaytadigan joydagi martaba o'rinlarni biz anglashni xohlaydik. Shu anglashni xohlaydigan ashuna aslini bizga so'zlab berishdan bexillik qildi tarixda. Ala inna mathwahal janna. Ala degan mutta. Agavlanlar. Diqqat qilinglar. Inna mathwahal janna. Uning boradigan joyi jannatdir. Wa inna zikraha fit tayyibat la khalid. Va uning
nomi yaxshi mu'minalar ichida qolib qolgan chiroyli nomi mangudur. At-tayyibat al-mu'minalar degan. Nima at-tayyibatu lit-tayyibin, wat-tayyibuna lit-tayyibat. Yani tayyibat mishada yaxshi mu'mina soliha pak ayollar degan. Shuning orasida, shuning ichida mangu qoladi. Nusayba radhiyallohu anhaninki izlari nomi deb. Sahih Buxoriyda Nusayba radhiyallohu anhaninki vaqaligi bir hadis kelgan. Rasululloh uyga chiqqan chaqda tamoq bormi deganda Hazrat Aisha radhiyallohu anha yo'q tamoq yo'q, faqatlam birisi Nusaybaga ivatgan, Nusayba bizga ivatgan bir qo'yning sho'rpisi go'shi bor degan. Ya'ni kim unda olsa yesak bo'ldi ekan deb yegan. Birisi balki Nusaybaga sadaqa bergan bo'lsa, u sadaqani Nusayba Rasulullohning uyiga ivatgan bo'lsa, Nusaybaga nisbatan u sadaqa hisobda bo'lgan, bizga nisbatan bu hadiya hisobda bo'ldi, yesak bo'ldi dedi. Chunki Rasululloh sadaqa yemaydi. Nima? So Nusaybaga sadaqa berilgan go'sht Nusaybaga kelgandan keyin bizga akapti ekan, shu go'sht bor degan ekan, qad balagat mahallaha. Bu o'zining hamda sadaqa qilgan joyiga yetib bo'lgan bo'ldi. Nusayba bizga hadiya qilgan bo'ldi, yesak bo'ldi deb degan. Yani shu Rasulullohning shu atrofida jangda olsun, boshqa olsun, davomliq shunda. Masalan, go'shtni chigizib masalan, unda qilganligim jangdan boshqa bu. Ha? Davomliq shu Rasulullohning atrofida bunda fidokorlik qilgan sahoba kiram radhiyallohu anha. Musulmonlar o'tgan jangda ismi bormi? Navqatul Yaman. Payg'ambar orasida men o'tib bor kerak. Zarqa al-Yaman. Shu Salmatul Kazab tekkanmizmi? Baxillik qildi. Va ma huwa alal g'aybi bidanin. Shu Nusayba deb ism qo'yash mushundan kelgan. Nusayba deb ism bor. Ya'ni mush sahabining qadriga yetib, yaqindan tunib, izini o'rganib, fidokorlikqa muhabbat bog'lab, Peygamber kızının ismini Nusayba qo'ydi. Shu Nusaybaga ismini qo'yish bakadan kelib qolgan nima? Ha, bizning qizlarimiz bunda bir sahabining sizlarni do'rab, izini bosadigan bo'lsin-ken deb arzu qilganlikdan qo'ydim. Sumayya deb qo'ydi-ku. Sumayya, Nusayba bunda. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.